vaqtingiz qanaqa o'tgan, nechinchi turmushingiz, tam 10-abortdan keyinmi, ekomi, 10 yilda tug'ilganmi, anamniz nega kerak bizga, bolada muammo qachon boshlandi, qayerda masjiddan olib kelamiz va har bir yoshdagi ehtiyojlarni bilamiz-ku. Shu ehtiyojlar qondirildimi, yo'qmi? Qondirilmasa nima bo'ladi? Uje biza kartina olamiz 8 yoshgacha. Chunki yarim soatlik, 1 soatlik konsultatsiyangizda 8 yillik narsani bila olmaysiz, sizga u ko'p joyini etmaydi. Shunaqa holatlar bo'lgan, zo'ravonlik holati, lekin uni boshqacha qilib olib kelishadi. Tushunyapsizlarmi? Duduqlanish bilan keladi, konsultatsiyada zo'ravonlik chiqib keladi. Uni ota-ona etmaydi. Shuning uchun biz anamniz yig'ishimiz kerak bo'ladi. 1 soat olib ketdi, mana oldi, anaqani, mana bunaqa ekan degan taxminiy anaqamizni oldi yuz bera olmaymiz baribir. Chunki ota-ona o'zini bolasini tanimagani uchun olib kelyapti-ku, qiynalayotgani uchun, tushunmagani uchun. Biz buni eng zo'r specialist bo'lsak ham, folbin emasmiz-ku, yarim soatda uni 8 yillik narsasini ko'rib bera olmaymiz. Ona etgani orqali ko'ramiz. U qanaqa etyapti? To'g'ri etyaptimi, yo'qmi?